ketgan yalg'onchi bevafo nozlona qizda ham farmoyishlar bor. Men yagona shoirim shoir Ramazonjonda bitgan she'rlaridan Nodirja Qarqinda ovoziga dardi dilimni aytay ko'zimda yoshi bilan nonimda zahar qildi zahar toshi bilan boshimga urdi nomar judolik toshi bilan ishq boradan gaplamang judolikdan kuyganman jonimdan bezor bo'lib zindalikdan to'yganman avval oxir man bo'lay bevafoni sevganman o'zbagimda ichiga mashhur bo'lgan yagona shoirim shoir Ramazonjonda WhatsApp raqamlari 2093 4650 shu shumaraga bartamas bo'lib chiroyli gulchin xonadonlarni farmoyish berib bilasiz aziz do'stlarim. Bevafo qo'yib ketdi ko'zlarimdan qon yog'i yurak dardimda oysam tekon beradi tog'i nahaq bilbil bo'libman guli yo'q quruq bog'da dunyoni menga torqib kimlarga yor bo'lib ketdi shuncha yillik sevganimni bir lahzaga unutding menga ham bir ko'rsatgin qani kimni yor tutding bevafo ishqingda kabobi buryon bo'ldim qilgan ishingga oqlom ish bermay hayron bo'ldim qaytib tizga tilmayman afgori vayron bo'ldim shirin so'zingga o'chib beribman yuragimni zahar zardob qilding yegan ko'rakkomni yashab nima qilayin oldirdim keragimni yuragimga sop ketding o'limdan ham og'ir dard qalbimni pora qilding sevaman deb nomard do'sti dushman oldida rangimda aylading zar ay xiyonatkor sani jazongni xudo bersin har bir qilgan ishini asli o'zi ko'rsin bir mahriga zor bo'lib avora bo'lib yursin
o'ylayman shol bevafoni eslab mani olqadib ketdi ko'yna zahmni tizlab sanam bir kun zor bo'lgin xoki poyimni izlab nega aytmaysan mening nima osil gunohim bukun bildim yo'q ekan seni qalbingda joyim balandga qurolmading ay bevafo sen tojing mendan bezor bo'lsang men nega zor bo'layin yuraklaring kuydirib boshqaga yor bo'layin orzu emas sevgi uchun nega men xor bo'layin boshqani sevganingga afsus qilmasam harmon seni ham oldor o'sha mani so'zimga ishon sevgimizdan qolib ketdi hijron chekkanim ishon sakan nega avora qilding mani jidoli qanjar bilan qalbora qilding mani mustamga yetkazmay bechora qilding mani